2026-yilning 27-avgust sanasi hafta kuniga payshanba, barchalaringga payshanba tongi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, qadrli do'stlar. Bugungi chorvalarda narxini sizlar bilan albatta birgalikda ko'rib boramiz. Albatta sizlarga tanishtiraman. Qo'limizdan kelganicha video davomida like va podpiskani bosinglar. Biz kiritgan videolarda muntazam ravishda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qo'limizdan kelganicha shu yosh novvochalarni albatta ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoridamiz. Qadrli do'stlar, sotilgan mollar, barakalar, sotilayotgan mollarni narxi bilan albatta sizlarga tanishtiramiz. Mana ko'chat novvosimiz sotilibdi. Qadrli do'stlar, 21 million. Olganga sotganga baraka bersin. Qadrli do'stlar, 21 millionga juda ham arziydi. Chiroyli narsa. Oyoqlar ham baquvvatgina ekan. Eng qizig'i onani qornidan tushgan. Tuklari turibdi etida. Kommentariyalarda, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Do'stlar. Novvochalar necha puldan kirdi bular ekan? Hormang. Qalaysiz? 14 million. 14 milliondan jupini. Buni-chi oqganlarni? 15,5 million qilishdi. Bu jicha etli ekana, ko'chat ekana. Necha narx aytyapsiz o'zingiz? Bularda 15 dan kam bor. 15 milliondan kami bor. Bunisini 17,5 kam bor. Telefon nomeri bering. 94 128 4301 telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Olatoylar. Necha pulga boryapti bular? Tortinchi. Yur. Necha puldan qilishyapti bozor? Jupini 15 milliondan. Yaxshi, 15 milliondan. Do'stlar, bozorlar hali yo'liga tushib qopti mana. Mashlar 16-17 million edi mashlar. Mana 15 milliondan beriladi. Ozginadan qo'shilsa beriladi. Telefon nomeri bering. 94 868 2003 telefon raqamiga bog'lansalar, novvochalarimiz bo'ylari bemalol 10 plus minus atrofida novvochalar. Do'stlar, bozoringiz bersin ukam. Oqtoy necha pulga bordi? 15 million 800 ming. Mana 15 plus minus atrofida novvochamiz. Telefon nomeri bering hozir. 91 670 1648. Aka, bozoringiz bersin. Gap yo'q. Biz davom etamiz. Maktabda ko'chat bor ekan. Nariga sotilibdi. Buni keyin hozir ko'ramiz. Muhrlamadimi, ketib qoldi. Sotildimi aka? To'ldimi? Necha pul oldi? 13,5 millionga. Gap yo'q. Mana, qadrli aka-ukalar. Zo'r. Mana shu bola sotdi. 3 million 700 ming. Nima bo'ldi endi? Bo'ldi, o'shanga ketdi. Ketdimi o'shanga? Qo'shildimi 50 yo'q? 27,5 millionga. Baraka bo'lsin. Mayli. Barakasini bersin, dehqon ekan. Davom etamiz, qadrli do'stlar. 27,5 million. Necha puldan endi bular? Bular aka 15,5 milliondan kami bor. 15,5 dan kami bor. Bozor necha pul qilyapti? 28,5. 28,5 millionga berilmayotgan. Mana oq bilan qora. Novvochalar. Bo'ylari 1 plus minus atrofi. Nomer bering baba. 91 326 8599 telefon raqamiga bog'laninglar. Shunaqalardan kim nechta olsa qilib berishadi. Rahmat oma. Gap yo'q. Nech pulga bordi bu? O'zimizni uydagi. Ha. Bermayapsiz. 14,5 million kam bor, 13,5 so'rashyapti. Janovar yosh akana hali necha oylik? 6 oylik. 6 oylik. Hali jundi ham to'kmadi. Telefon nomer
270 91. 91lik 270 270 670 670 35 95. 35-95 telefon raqamiga bog'laninglar. Agar bu sotilib ketib qolsa, mana shunaqalari bo'lsa qilib berishadi. Voy janob. Go'zali nechi pul aka? 15 ekan. Bozor nechi pul qildi aka? 13 ga bermadingiz. Chiroyli narsa ekan, omalak. Gap yo'q. Qadrli do'stlar, mana haqiqiy o'zimizni ham местный mola bular. Telefon nomer bering aka. 90lik 580 580 4300. 4300 telefon raqamiga bog'lansalar, aka agar sotilib ketib qolsa, qilib berasiz. Novvoschamiz bo'yi do'stlar. 1 plus minus atrofida novvoschamiz. Yaxshi ekan. Necha oylik shu? Bora bir 3-4 oylik bora. Gap yo'q. Necha pulga bordi endi bu? Qalasi ekan. 32,5 mi? Necha puldan bo'ladi? 16,5 mi? 16,200. Arzonmi yo sizlar arzon sotyapsizlar? Arzon sotyapmiz. Mashina o'zlaringda bo'lib qolib, yo'l kirani chiqarib tashlayapsizlar ekan-da. Chiqarmayapmiz, yo'l kirani ichida qo'yapmiz. Gap yo'q. Qadrli do'stlar, 16,250 mingdanmi? Berilmayapti. Berilmayapti. Chicha qo'shilsa beriladi. Telefon nomer bering. 50 201 1535 telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqasizlar. Novvoschalarning bo'yi bemalol 1.15-10 plus minus atrofi haqiqiy o'zimizni jaydari ko'chatlar. Bozoringiz bersin ekan. Mana bu sherigini ham ko'rsatib qo'yaylik. Hali ekranda ag'ida ko'rayotganlar narigisini ham ko'rsatmadingizda deb xafa bo'lmanglar. Necha puldan bordi Azbek aka bular? 16 ga 15. 16 ga 15. Anisi ham 15. Bu ham 15. Telefon nomeri ham 15 bilan boshlanadi. Kodi bilan boshlanadi. 50 571 571 4022 aloqaga chiqinglar. Ha, sotilgani ham bo'mi? Necha pul oldi aka? Necha pul oldi? Ko'raylik, oldim. Voy jonim. Vo. Rossiyskiy черный пёстрага. Xullas, yaxshi novvos irg'igan ekan-da. Juda ham chiroyli. Yana bormi shunda? Necha pulga sotildi? 18 million. Arzon. Zo'r chiroyli narsa ekan. 18 millionga berilgan mana novvoschamiz. Qadrli do'stlar. Bildim. Eng qizig'i yana bitta bor ekan. O'sha nomerga aloqaga chiqsalaring, sherigini ham albatta sotadi. Bo'yini aytib ketaylik. Bo'yi shu birda tepasida. Shunday nima qilganda shu belingizda kamaringiz turadi-yu, shu kamar bilan baravar ekan. Yaxshi. Hamma xonadoniga shunaqalardan nasib qilsin. 18 million bo'libdi. Qalasiz? Azbek aka, o'sha nomerdamisiz? Nechi 50lik 571 40 22. Telefon raqamiga bog'lansalaring, o'sha novvochani sherigi bor. Aka, bozoringizni bersan, biz davom etamiz. Boqma buqalar. Necha puldan bordi? 20 ga 19. Bitta ko'tini mana shunaqa burib bering aka. Voy janavorlar. Pachkaga ham unisi. Mana do'stlar. Necha pul mana shu? 2,5 million ozgina kami bor. 22 million diyoreli, yarmini nima qilamiz? Voy janavor, mana 22 million kami bor novvoscha. G'ubori yo'q. Arqalari ham ko'rib-ko'rchi. Pachka. Shular albatta sutga to'ygan. Molingiz tug'dimi? O'sha 2 oy sutga to'ydirib qo'ying. Mana shunday paytda chiqib olib 22 million, 25 millionda turilaveradi. Qadrli aka-ukalar, chiroyli narsa. Necha oylik shu?
6 oylik fevralda tug'ilgan. 6 oylik fevralda tug'ilgan. Gap yo'q. Voy janob. Optoga chiqib berdi-yu. Bunisi-chi? 21 kam bor, 19 so'rashyapti. 19 so'rashyapti. Buni necha pul so'rashdi? 20 million 500. 20 million 500 ga bermadingiz. Necha qo'shilsa berasiz. Telefon nomer bering. 94lik 94lik 833 833 0771. 0771 telefon raqamiga bog'langlar. Agar bugun payshanba bozor sotilib ketadigan bo'lsa, qilib berasiz bunaqalarni. Chiroylilardan. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Chiroyli narsalar. Hammaga nasib qilsin shunaqalardan. Voy janob. Ha. Poda mollarga kelganmiz. Ukam, tuzimsiz, qalaysiz? Qayerdan qag'i sizga? Targ'ildan o'sha. Mana undanmi? Targ'ilan 1, 2, 3, 4. 4 tasi sizga. Xullas, qolgan shu narxda. Endi qolganlari ham, to'g'rimi? Necha puldan narxlari bularda? 20 dan beramiz, ular 22 dan beramiz. Xullas 20 dan 25 gacha puli bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishaveradi sizga. Qadrli do'stlar. Ha. Olasiz, sirasi bog'lashni boshlayverasiz. Yemga o'tadigan novvoslar. Qadrli do'stlar, juda ham zo'r. Telefon nomer berib keting bular. 91lik 676 32 50 telefon raqamiga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Novvoslar o'zimiz ko'rib turibmiz, kasal yo'q, yeb ichishlari joyida. Xudo xolasa inshaalloh. Nimaga umid bilan oladida kimdir? Mana oldilaridan ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Bemalol o'sha aytilgan raqamlarga aloqaga chiqib gazini bosaverasizlar. Biz eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyatida joylashgan Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoridamiz. Qadrli do'stlar. Sotildimi Sherxon? Endi Necha pul narxi? 21 million deyishyapti, bermayapti. 21 million. 22 bo'lsa berib 22 berib yuboriladi. Telefon nomer Telefon nomer 95lik 95lik 244 244 28 28 26 telefon raqamiga bog'lansalar, imkonlarimiz 10 ta bor. Gap yo'q. Necha pul endi Rahimjon boqmamiz? Kami bor. Nomer bering ukam, to'g'ri bering nomerni. Anot bu ashqon 50 99lik 007 4355 4355 telefon raqamiga bor. O'zini ham oling, o'zini. O'zimga telefon qilishyapti, Rahimjonning nomeri necha deb. O'zini ham oling, o'zini. Mana qadrli do'stlar, boqma novvosimiz. Olasiz, boqasiz, so'yasiz, sotasiz variantidan. Hosiljon, haligimi bu? Nima bo'ldi? Necha pul endi bu narxi? 21 ga Borgan yo'q. boryapti. Boryapti, berilmayapti. Chiroyli narsa ekan. Narsa ekan, bermadi. Ha. Telefon nomer bering. 91lik 325 76 75 telefon raqamiga bog'laninglar. Qadrli do'stlar, agar sotilib ketib qo'larmikan, ko'chat narsa ekan. Juda ham zo'r, qattiq ekan. Voy jonivor. 1 yasharga borgan yo'qmas. 7 oylik. Gap yo'q. Olganga ham sotganga ham baraka bersin Alloh. Hosilbek, bozoringiz bersin ukam. Bor baraka. Necha pulga? 18 million 100 qo'yapti ular. 18 million 100 ming. Gibrid ekanda. Bo'lishamiz bu. Ya, ayt bo'ladi. Bo'lishamiz. Ijolat bo'lyapti. O'shanchi. 18 million 150. 18 million 150 ming. Baraka bu. Bo'g'oz akami aka? Bilmayman. Qisirmi? Hep barakasini bersa olganga sotganga. Qadrli do'stlar, Qo'shtepa Qumtepa chorva bozorida chiqib ekan novvoslar so'raymiz. Necha pul narxi aka? Oldingizmi? Sotilmabdi.
Necha pulga bordi? 11 million. Voy janob. Necha yashar shu? 4 yildan beri 4 yildan beri uni. 2 yil. 2 yildan o'tgan. Mana voy janob. Go'zalligini qarang. Gap yo'q. Qanaqa zot edi bu? Tiyanshan deydi. Tiyanshan. Tiyanshan. Simjun akana? Qarovdali. Qarovda. Hisorda endi bu ham, ha? Barakasini bersin. Nech pul oldi ot? 18 ya. 18,5 millionga. Erkak ekan otamiz. Nech pulga chiqdi endi? 55 millionga berilmayapti. Nimaga bermayapsiz? Shuncha kamlik qilyapti. Zarardamisiz? Foyda qilasiz aka, bering. Olgan odam ham foyda qilsin. Foyda qiladi. 55 millionga berilmayotgan novvoscha hamda xonajini. Qadrli aka-ukalar, kommentariyada fikrlarni qoldirib, malol. Qimmatroq ekanligi va taklif bermagan bo'ldi. Na, hozir xonajin ko'tarilib ketib qoldi. Hozir bu xonajin shuni olib bor. Nimaga? Shu 5-6 oydan keyin qo'yasiz, tug'ib beryapsiz-da. 60 millionga aylanib ketyapti. Mana. Nomer berib keting aka. 99lik 99lik 532 532 73 63. 63 telefon raqamiga bog'lansalar, eng qadrli aka-ukalar, do'stlar, qadrdonlar, sotiladi 55 millionga berilmayotgan holatimiz. Sal yuqsin qilib olavering, yonida turibsiz. Mana 55. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, bunisi 100 kunlik, bu 85 kunlik. Go'zal. Nech pul oldi endi shepim? 32 million. So'yganimi, boqqanimi? 61 mingdan tushdi, bekonlarga. 61 mingdan tushdi. Nech kilo chiqdi? Gap yo'q. 42 ga bermadingiz. Nomer bering. 95lik. 495 5015. Bo'g'oz. Ha, bolasimi? Birinchi bola. Ha, u bolasi ekan. Qadrli do'stlar. Nech pul oldi? 19 millionga. Men beraman. 19. Nech pul oldi Farnaga? 26,5. Xonajinlar 26,5 million. Arashan nech pul oldi? 85 mingdan bo'ldi taroz. Nech kilo chiqdi? 109. Shu. Ha, gap yo'q. Hali 250 ming dollarlik basa bular, ha? Ha, bepul. Nech pul oldi ona bola? Nech pul oldi? 30 million bo'libdi. Qadrli do'stlar, Qo'shtepa, Qumtepa chorva bozorini shu mollar chiqib ketish jarayonini ozgina sizlarga ko'rsatamiz. Tusunali nech pul oldi? Nimaga olmadingizmi siz? Shopirmisiz? Nech pul olib ketyapsiz? 50 ming toshasiz bu. Qaytga? Boltako'l, gap yo'q. Xonajin nech pul oldi? Ha? Xonajin nech pul oldi? 8 million. Baraga bersin. Nech pul bo'ldi sigir? Nech pul oldi? 28. Bo'g'ozmi? 6 oylik bo'g'oz 28 millionga barakasini bersin. Nech pul oldi? Nech pul? Oldingizmi? Pulliq bo'lsin aka. 21 million. Nech pul oldi sigirimiz aka? Sotmadik. Nech pulga bermadingiz? Bolasi nima? Bola buqa. Novvoschami? Telefon nomer bering. 90lik 277 80 07 telefon raqamiga bog'lansalar, Nech litr suti bor? Nech litr? 36 ga. Nech litr suti bor? Buni
O'lchaganim yo'q aka. O'lchangan yo'q. Nechinchi bo'lasiz? 5-chi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrli do'stlar, yaxshi sigir ekan, ammo katta ekan bo'ylar. Nech pul oldi bu? 15.200. Oldingizmi o'zingiz? Pulliq bo'lsa. Nech pul oldi endi nov bo'lsa? 24 millionga. Uyga oldingiz boqqani? Boqqani oldim. Barakasi bersin. Zo'r. Nech pul oldi? Sotdingizmi aka? Baraka bersin, olganga sotganga. 15 million 300 mingga. Zo'r. Nech pul oldi? 29. Baraka bersin. 29 million. Hojaga men mehnat olyapti, hojaga. Hojaga charchamayapsizmi? Boringizga shukur hoji aka. Nech puldan bo'ldi xonajillar? Sotilmadi. Nech puldan? 12,5 dan. Bermadingiz. Mana qadrli do'stlar, rasa olib sigir qiladigan xonajillar ekan. Qadrli do'stlar, zo'r ekan. Nech pul narx aytyapsiz bularga? 13,5 dan kami bor. Telefon nomer bering. 95lik 148 4554. Qadrli do'stlar, Novvosaga pulingiz yetmayaptimi? Shunaqa xonachidan olib boqmoqchimisiz? Albatta, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Haqiqiy o'zimizning mesni ekan, ama barakasini bersa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tosh Muhammad nech pul oldi? 43. Bo'g'oz? Qornida ham bormi? Necha oylik? 5 oylik. Barakasini bersin. Bolasi xonajin ekan. Gap yo'q. Bittada 3 ta degani mash bo'lsa kerak-da mana. Qadrli do'stlar, shu tariqa videolarimizni shu joyda yakunlaymiz. Albatta ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh barchalar bilan ko'rishga Alloh nasib qilsin.